Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Ancha yillar oldin bo'lgan bir rivoyatni aytib beraman sizlarga. Menga ham xuddi menday bo'lib kimdir aytib bergan menga. Kunlardan bir kuni bir tog' toshni o'rtasida yashaydigan bir cho'pon g'orni ichida yotsa qo'ylarni g'orni ichiga kirgizib olib, olovni yoqib olib, chavkan degan bir idish bo'ladi, shunga choyni qaynatib, mazza qilib ko'k choyni ichib, dam olib yotsa, shom paytida bir kampir choldan 1-2 yosh kichkina 3-4 ta bola chaqasi bilan o'tib borayotganiga ko'zi tushib qoladida, "Hoy kampir, yosh bo'lsang singlim, bo'lmasa opa, qayerga boryapsan shu shomda?" desa, shu tog'ning narigi tomonida bir akam turadi, uni ham bir 4 ta 5 ta norasida go'dagi bor. Shuni ziyofat qilib bir ko'rib kelgani boryapman. Shom bo'lib qoldi. Ertalab borasan. Hozir senga shu ozgina joyim bor, shuni joyda senga beray. Ertalabgacha tunab qoldi. Qo'y so'yganman, o'sha qo'yning go'shtidan ham ozgina yeb, ovqatlanib, ertalab ko'rgani borasan desa, "Yo'q, borishim kerak. Agar shunchalik qo'y so'yib, meni ziyofat qilib, mehmon qilaman deyotgan bo'lsang, o'sha go'shingdan ozgina ber, o'sha qo'y go'shingdan akamni, bolalarni men ham bir yo'qlab kelayin, shu bahona senga ham bir duo qilar" deb yaxshi gapiruvdi. "O'zing bilasan, kampir" dedi. "Borsang, boring kelayotgan bo'lsa borib kel, yo'lingdan qolma bo'lmasa" deb yaxshi gapirib, kampirning qo'lida idishi ham yo'q ekan. 5-6 kilo go'shtni kampirni oldiga teriga chiroyli qilib solib, o'rab, sumkaday qilib qo'liga tutqazibdi. Kampir xursand bo'lib, bola chaqasini olib, akasini oldiga toqqa qarab ketdi. Akasini ziyofat qildi, ovqatlandi, gaplashdi. Akasi shu gapning orasida aytdiki, "Bu go'shtni qayerdan olding? Kimlarni ko'rding yo'lda? Odamlar och bir zamonda sen go'sht olib kelding menga, qayerdan olding?" deb qayta so'raganiga, shu yerda bir cho'pon bor ekan, narigi tog'da bir jarligida yashar ekan, g'orda. O'sha nasihat berib, maslahat berib, shu oxiri ko'nmaganimga shu go'shtni berib yubordi deb tushuntirdi, aytdi, gaplashdi shu temada. Undan keyin akasi go'shtni bola chaqasi bilan yeb oldi, shu kun o'tdi. Ertasi kuni yana kampir bola chaqasini olib yana yo'lga qaytdi. Shunda akasi bir 4 ta shirin so'z gap, qariz gap deb singlisiga aytib, tushuntirib jo'natib yubordi. "Xo'p" deb aytganingni qilaman, lekin agar u qilgan duolaring, yaxshi gaplaring, nasihat maslahatlaring meni esimda qoldi. Shu rahmatini shu go'sht bergan cho'ponga aytib o'tib ketaman deb xursand bo'lib yo'lga chiqib, tog'lar oshib, tog'larning orasidan kecha o'tib ketgan yo'lidan qaytib keldida, ne ko'z bilan qaramasin, choldi haligi qo'ylarni saqlab o'tiradigan g'ori to'z to'polon bo'lib yotibdi. Kelsa qo'ylari ham yo'q, bori ham qornidan yorilib yotibdi, bo'g'izlanib yotibdi. Cholda ham bir qo'li qolgan. Attang" debdi. "Kecha chol menga nasihat qilib, maslahat qiluvdi. Akamni gapini aytishga buyoqda tursin. Shu yerda bir kecha tunab qolganimda men ham shu holatga tushardim. Chol qo'ylardan ayrilganday, men ham bolalarimdan ayrilib, o'zim ham nobud bo'lgan bo'lardim" deb yana Allohga shukrini aytib, yo'lda davom etibdi.